Assalomu alaykum, limon ko'chat ishqibozlari. Mana bir yoshli ko'chatlarimizni mana qayta ekishni boshladik mana. 2 yoshlikka talab kuchli bo'layotgani uchun bu yil mana yetkazolmay qoldi. Ko'chatlarni 2 yoshlarda ekadigan dehqonlarimizga mana bu yil ko'paytirib mana 1 yoshlarni sotmadikda mana 2 yoshar qilib qayta ekin qilyapmiz mana shu yoqqa mana. Manalarda mana qalamchalarimiz, etaklarda mana qalamchalarimiz. Xudo xolasa mana manaqalarga ham ekib mana shularga eksak yana 3-4 mingga mana qayta ekin bo'lib qoladi-da. Mana shu 1 yoshli ko'chatlarimiz mana shular. Bu yil talab kuchayib ketdi 2 yoshlikka. Dehqonlarimiz ekanmiz deb bunday qildi, yetkazolmay qoldik-da. O'shaning uchun bu yil mana sotmadik-da. Katta anaqalarni sotdik-da, paqirboblarni mana. O'rtachalari qoldi, mana qayta ekinga ekib qo'yapmiz mana bularni mana. Mana o'zi bular gullab yotibdi mana. Hosilga kirgan o'zi bular mana. Hammasida guli bor. Mana suvni qo'yib ekdik, mana suvni ochib qo'ydik. Hali o'ziga endi ertadan o'ziga kelib ketadi mana bu ko'chatlarimiz. Sal tashlab turibdi, mana kun issiq nihoyatda. Suvni aqib qo'ydik, 2 kunda o'ziga keladi bu ko'chatlarimiz mana. Hozir 1000 ta oshiq ekib qo'ydi bu yog'iga. Yana mana bu yoqlarda manalarga ekanmiz endi hozir tayyorlayapmiz yillarda. Bemalol dehqonlar mana ekadiganlar bo'lsa mana zakazda olaveramizda. Bu yil yetkazolmay qoldik, ammo lekin dehqonlarimiz so'raganlar ko'p bo'lyapti, tugab qoldi 2 yoshar ko'chatlar.